Assalomu alaykum YouTuberlar va YouTube'ga qiziqadiganlar. Men Elbek Nabiyev sizlarga YouTube'da eng qilinishi oson bo'lgan Amerikan YouTube yo'nalishini ko'rsatib qo'yaman. Ya'ni to'liq darsli bo'ladi bu. Qanaqa qilib noldan chaqmoq McQueen yo'nalishida video yasash, preview yasash va a, to'g'ri strategiya qilishni o'rgatib o'taman. Qani bo'lmasam boshladik. YouTube kanalimdagi bu birinchi video bo'lgani uchun meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, sizlarga keyin Telegram kanalim tavsiya qilib o'taman. Telegram kanalimda men so'rovnoma o'tkazgandim. Chaqmoq McQueen yo'nalishini chiqarish uchun 40 ta reaksiya so'ragandim va mana reaksiyalar 40 tadan oshib ketdi. Shuning uchun men va'da qilingan darslikni chiqaryapman. Telegram kanalimda men YouTube'ga oid juda ham ko'plab ma'lumotlar tashab turaman va har hafta jonli efir orqali bepul darslar o'taman va savollarga javob beraman. Bemalol kirib savollar berishingiz va yangiliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Bo'lmasam ketdik do'stlar. YouTube'ga kirib birinchi obzor qilib olamiz. Qanaqa yo'nalish o'zi bu? McQueen Coffin Dance deb yozamizda poisk beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozir filtrdan oxirgi yuklangan videolarni va eng ko'p ko'rilayotganlarni sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, mana chaqmoq McQueen yo'nalishini eng oxirgi yuklanganlari 7 kun ichida 288 mingta prosmotr olgan, 10 kun ichida 300 mingga yaqin prosmotr olgan va 130 mingta, 100 mingta ko'ryapsizlar. Bu videolarni bitta obzor qilib o'taman. Kanalga kirib. Xo'p, ovozini yo'q qilib olaman. Bizga mualliflik huquqi tushmasligi uchun. Video nimadan iborat? Kiramiz, mana chaqmoq McQueen o'sha multfilmdagi personaj, uni 4 xil joyga solgan va mana memlar bilan boshlanadi video. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? Qarsak cho'ladigan memlar ishlatilgan va 3-2-1 deb sanayapti. Kanalga obuna bo'lish so'rayapti. Round fight deydi, endi video boshlanadi. Ko'ryapsizlar, birinchi chapdagi video boshlanadi, keyin o'yindagisi va navbat bilan shu 4 tala video ham qo'yiladi. O'rtada ayiqcha va boshqa narsalar, multfilm narsalar o'ynab turadi. Bu chaqmoq McQueendan Coffin Dance, ya'ni musiqasi, buni yosh bolalar ko'radi. Ular ko'rgan multfilmi bo'lgani uchun mazza qilib ko'rishadi. Xullas, gap cho'zib o'tirmaymiz. O'zingiz kirib bemalol analiz qilib olishingiz mumkin. Xuddi shunaqa videolarni qanaqa professional tarzda CapCut'da yasash sizlarga hozir to'liq o'rgatib beraman. Demak, bu yog'ini telefonda qanday qilishni ko'rsatib beraman. Buning uchun albatta biz CapCut ilovasiga kirib olamiz. CapCut Pro dasturini men tekin versiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib yuklab olsangiz bo'ladi. Ne videoni bosamiz, ya'ni yangi video yaratishni kerakli shablonlarni bu yoqqa tashlab olamiz. Xo'p, men bu to'rttalik narsani tashlab olaman. Birinchi o'rinda preview uchun. Undan so'ng chaqmoq McQueenda bizga rasmi kerak. Chaqmoq McQueen rasmini shu 4 talik anunga moslab olamiz. Qo'limiz bilan shunday kattalashtiramizda qo'yib chiqamiz shu oq narsaga moslab. Yanada professional qilish uchun aytgancha chaqmoq McQueen rasmini 4 ta qilib ko'paytirib olamiz. 1, 2, 3 qilsak mana 4 ta McQueen rasmi bo'ldi. Buni bir-birining tagiga qo'yib chiqamiz, bitta joyda turishi uchun. Ikkinchisini bosamizda o'ngga suramiz, umuman boshqa joyda turish kerak. Uchinchisini ham pastga surib qo'yamiz va to'rtinchisini bu yoqqa tashlab olamiz. Men hozir eng tez va oson usulda o'rgatyapman sizlarga. Mana xuddi shunday qilib 4 ta bo'lib turishi kerak bo'ladi rasm. Endi buni shundayligicha screenshot qilamiz bitta. Bu bizga videoni orqa foniga qo'yish uchun kerak, ya'ni background qismiga. Redmi da ham, Samsung da ham, iPhone da ham bir xil. Shuna qilib o'zini razmerida screenshot qilib olasiz. Undan keyin bizga yana bitta boshqacha anons kerak, ko'rinishdagisi kerak. Bu yoqdan galereyamizdan rasm bilan anoni VS degan PNG ni tanlaymiz. Birinchi o'rinda biz mana bu 4 xil rangdagi narsani kattalashtirib ekran bo'ylab yoyib olamiz. Undan keyin bu yoqdan pastdan splitga bosamizda overlayni tanlaymiz. Shunda hammasi 4 xil rangda bo'yalib qoladi. Xo'p, bundan so'ng men bu VS degan narsani kichkinaroq qilib videoni, ya'ni rasmni o'rtasiga qo'yib olamizda, yana bitta screenshot qilamiz. Bu safargi screenshotimiz bo'lsa, YouTube'da ustiga rasm bo'ladi, ya'ni preview bo'ladi, tayyor. Buni ham bitta yuklab olamiz.
Bo'ldi, endi bu yoqdan chiqib ketamiz. Endi esa yana new videoni bosamiz. Bu yoqdan biz YouTube'da ustiga qo'yish uchun yasagan previewimiz bilan orqasi uchun yasagan ikkinchisini ham tashlab olamiz. Mana tashlab oldik. Avval mana bu videoni boshlanishi bilan ishlaymiz. Overlaydan green screen bor. Ya'ni 3-2-1 deb boshlanadigan narsani qo'yib olamiz. Buni uzunligi 7 soniya-yu 4 millisoniya ekan. Xuddi shu bilan teppa-teng qo'yib olamiz. Mana bu tepasini ham. Uzunligi bir xil bo'lishi kerak. Mana bu pastdagi yashil green screenni kattalashtiramizda pastdan remove bridge'ni bosamiz va chroma keyni bosib zangori fon tanlab olamizda. Zangori rangda, ya'ni zangori rangni tanlab, bu yoqdan intensityni 30-40% ga surib qo'yamiz. Ya'ni orqa fon olib tashlanadi. Mana qaraymiz endi rezultatni. 3, 2, 1, go! Xuddi shunaqa bo'lib video boshlanadi. Battle has begun. Fight! Endi bu tomoniga o'tadi, ya'ni met rangsiz. Bu tarafini biz 4 minutga surib olamiz, cho'zamiz, ya'ni. Mana bu yuqoridagi daqiqa 4 minut bo'lmagunicha cho'zib turamiz. Mana 4 minutdan oshib ketdi. Endi qaytamizda bu yoqqa tepasidan add overlay deb bosib pastdan video tashlaymiz. Sizlarga ba'zan video tashlab beraman. Istalgan bittasini yuklaysizlarda bu yoqdan videoni tashlab olasizlar. Buni 4 xil nusxalaymiz, 4 ta qilib, undan avval esa biz aniq qilib olishimiz kerak. Videoni hajmini kichkina qilib olishimiz kerak. Videoni hajmini bu yoqdan pastdan transformni bosib, advancedni bosib, zoomga kirib, bu yoqdan shundoq foizini kamaytirsak, mana 50% ga qo'ysak kichkina bo'ladi. 50% ligicha qoldiramiz. Va chapga surib qo'yamiz. Va ovozini ham o'zgartirishimiz kerak, mualliflik huquq tushmasligi uchun. Ovozini bu yoqdan mana tugma bor, reduce noise degan. Tugma bor, bu yoqda add effects degan, audio effects, ya'ni bu yerdan biz height bosib qo'yamiz, ya'ni ovozni ingichka qilib multfilm qilib beradi. Bu yoqdan ozgina mana bu joylarni chakka suramiz, juda ingichka bo'lib ketyapti. Bo'ldi, ovozni o'zgartirdik. Endi shu videoni 4 xil aniq olamiz. Yana 3 marta nusxalab olamiz. 4 ta bo'lishi kerak. 1, mana 2 ta bo'ldi. 3 va 4. Birinchisi shu joyda turadi, ya'ni mana bu tepada. Ikkinchisini suramiz, o'ng tarafga qo'yib olamiz, mana bunday qilib. Bu o'ng tarafdagi videoga o'xshab boshlanadi xuddiki. Va uchinchisini pastga suramiz, chap tarafdan pastga va oxirgisini mana o'ng tarafga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bu yog'i oxirgi bo'lib o'ynaydi. Tepadagi mana bu orqa fon bilan videoni uzunligi bir xil bo'lishi kerak. Shu narsani yodda tutinglar. Maytni bir xil qilib qo'yamiz. Bir xil vaqtda tugashi kerak tepa bilan pasti. Endi bu yerga rang berishimiz kerak. Add overlay deb bosamizda tepasiga 4 xil rangni tashlab olamiz. Men sizlarga buni ham baza kanalimga tashlab qo'yaman. Aslida hammasini alohida ranglaydi ba'zilar, lekin men yanada oson bo'lish uchun sizlarga tayyor shablon qilib qo'ydim. Qiynalib o'tirmaysizlar. Shablonda videoni boshidan oxirigacha shunday cho'zib olamiz. Endi videomiz ko'rinmay qoldi. Mana shu shablonni ustiga bosamiz, 4 xil rangda split tugmasi bor. Split tugmasiga bosamizda bu yerdan overlayni bosib qo'yamiz. Qaraysak, mana orqasidagi narsalar bizga ko'rinyapti. Va mana shunda 100% da turadi. Endi videoni bitta qarab ko'rib olamiz. 3, 2, 1, go! Battle has begun. Fight! Oh, Red, you missed a spot. Start right there in the head. Xuddi shunday va mana ikkinchisi o'ynaydi buni tugagandan keyin. Ko'rasizlar, 4 xil rangda. Bularda ovoz bilan rangi farq qilyapti xolos. Va vaqt cho'zmaslik uchun men ko'p narsalar qo'shmadim. Overlayni bosib, memlar qo'shishingiz mumkin. Masalan, men bu raqsga tushadigan tumsoq, bu green screenlar bo'ladi har xil. O'sha raqsga tushib bolalarda videoni oxirigacha ko'rgunicha zerikib qolmasligi uchun buni ham remove bg ga kirib, chroma keyni bosib, yashil rangini yo'qotamiz 40% qilib. Va men bu videoni ustida turib qolmasin bular. Video qo'yilmayotgan tarafiga qo'yib qo'yamiz. Masalan, video boshlansa, bu shundoq chiqadi-da, video o'sha qo'shiq o'ynashni boshlaydi. Fight! Mana sal bu yoqroqqa qiziq joyga kelganda qo'yib yuboramiz.
bu tumsoqqa o'xshagan juda ham ko'p memlar bor. Bu tumsoqni o'zini ham copyright qilib, videoni sal buyoqroqlarga ham qo'ysak bo'ladi. Masalan, bu safar o'ng tarafdagisi o'ynadi, demak tumsoqni chapga surib qo'yamiz. Chunki bunday raqsi videoga xalaqit bermasligi kerak. Bemalol xohlaganingizcha green screenlar qo'shaverasiz. Video shunaqa 4-5 minut uzunligida bo'ladi. Hamma narsani unutmang. Eng muhim narsa ovozini o'zgartirish, bo'lmasa mualliflik huquqi keladi va rangini bo'yash, har doim rang bo'yashingiz shart va shunaqa qilib, mana bunaqa qo'shimchalar qo'shib, ovozlar qo'shib videoni qiziq qiling. Bo'lmasa sifatsiz kontent sanaladi va YouTube ga yoqmaydi. Xo'p, bu yoqdan tepada mana bu formatini tanlab olamiz. Full HD da bo'lsin, 30 FPS da bo'lsin va pasini 20 ga yoki mana shu 10 atrofida qo'yib qo'yamiz va exportni bosamiz. Save to advice da bosamiz. Qarabsizki, video tayyor. Videoda ishlatilgan materiallarni qaytaraman. Mana shu Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib yuklab olsanglar bo'ladi. YouTube dan ko'rayotganlar bo'lsa, Telegramdan ko'rayotganlar bo'lsa, kommentariyaga o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldiring va strategiyasiga to'xtalib ketgan bo'lsak, chaqmoq McQueen videolarni har safar bitta videodan yasamang, har bitta copyright qolgan 4 ta videoyingiz keyingi safar umuman boshqa videoni ishlatishingiz kerak va kuniga kanalingizga 2 tadan yuklaysiz. Ertalabki 5:00 ga va kechki 5:00 ga videoni bittadan yuklashingiz kerak. Va raqobatchilarga qarang, videoni nomini va anonlarni qiziqarli qilishga harakat qiling, montajlarni. Sizlar bilan Elbek Nabiyev bo'ldi. Yana qanaqa yo'nalishda bepul darsligini chiqaring, YouTube ga kommentariyaga yozib qoldiringlar. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Meni qo'llab-quvvatlash uchun podpiska bosishni, like bosishni unutmanglar.